Cambridge IELTS, Cambridge English, abituriyent vaqtim. IELTSga tayyorlanayotganimda faqat Cambridge testlarini ishlardim. Cambridge deganda ham ko'z oldimga faqatgina IELTS kitoblari kelar edi. O'shanda bir kun kelib bu shaharda yuraman deb hech o'ylamagan ekanman. Bu shaharga kelishimdan oldin faqat o'sha mashhur Cambridge universitetini ko'rsam bo'ldi deb kelgandim. Lekin keyin bilsam, bu yerda yagona Cambridge University yo'q ekan. Ya'ni University of Cambridge bitta universitet emas, 31 ta alohida kollejdan iborat va u dunyodagi eng kuchli universitetlardan biri. Global reytinglarda doim top 5 talikda turadi. Eng qizig'i, har bitta kollejning o'z cherkovi va bog'lari ham bor. Xuddi shahar ichidagi kichik shaharchalarga o'xshaydi. Masalan, King's College. Bu joyni videolarda ko'rganman, lekin real hayotda umuman boshqacha. Oldidan oqib o'tadigan anhor, ustida sekin harakatlanayotgan qayiqlar, xullas asablaringiz dam oladi. Keyin esa Isaac Newton o'qigan Trinity College'ga bordik. Bu yerda o'sha mashhur olma daraxtini ko'rishingiz mumkin. Odamlar o'zlari bilan olma olib kelib, shu daraxt oldida turli rasm videolarga tushishar ekan. Xullas, bu shaharga kelsangiz, xuddiki talabalar shaharchasiga tushib qolganday his qilasiz. Yurgan ko'changizda Cambridge universitetining kamida 2-3 ta kollejlarini topa olasiz. Mana shunday chet elda o'qish va yashash tarzlari qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Hali oldinda Amerikadagi hayotni ham birgalikda kashf etamiz.